Hammaga yana bir kelinimiz uyga mebelni joylab berdik. Hop, razmeri 3 metr joyga joylab berdik. Hop, balandlik 2.30 ga chiqadi. Bu yerga gazini joylab berdik. Tagiga duxovka tushadi. Bu yerga vitishkasini joylab berdik. Vitishkalarni ham qo'yib umlatib berdik. Ko'rib turasizlar. Hop, bu yerga g'aladonni joylab berdik. G'aladonlarni ham yaxshidan vakuumdan o'zi tortib oladi bundan. Bu yerga mo'kasini joylab berdik. Mo'kalarni ham kesib joylab berdik. Hop, bu yerga shu shulkasini qo'yib berdik. Ko'rib turasizlar. Chekalar полный резинli kironka bo'ladi. Davotchilar yaxshidan bo'ladi. Bu yerga xolodilnikni joylab berdik. Xolodilnikning tepasiga tumboqa berdik. Bunisi ichida bonus bo'ladi. Hop, orqadagi kafellar bonus oladi. Bo'ykasi bonus oladi. G'aladonlarni, davotchilarni yaxshidan qo'yib berdik. Svetlari ham o'zimizdan 3 xil bo'lib yonadi. Svet bo'lib. Hop. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqarasizlar.